Neo ET9 degan mashinani ko'rgan bo'lsanglar kerak. Maybach bilan lejachi politseyskilardan o'tgan va podveskasini ishlashini ko'rsatgan. Biz o'sha mashinani shaxsan tekshirib olishga keldik. O'rtoqlar, yangi texnologiya. Podveskasi umuman ta'riflab bo'lmaydigan darajada zo'r ishlab berdi. Tezroq videolarni ham qo'yib beraman. Salonga e'tibor beringlar. Ko'rasizlarmi, panoramasi ikkitali ochiladi. Ruli markazda bahaybat displey. Displey sifati zo'r, qotma ishlayapti. O'rindiqlari juda ham yumshoq, isitish, sovutish, massaj tizimlariga ega. Avto eshiklar o'zi ochiladi va eng qizig'i shu yerda. Haqiqiy biznes klass. Atamankalar. Orqada displey, o'rtada xuddi samolyotlarga o'xshab stolikchasi ham bor ekan. Bu yerda bo'lsa boshqaruv paneli. Yotqizib tushirsanglar bo'ladi. Bu yerda bar. Mana bu yerda bo'lsa xolodilnikka o'xshirkan, lekin bu xolodilnik emas.